Ertalab ko'zimizni ochishimiz bilan lash-lushlarimizni yig'ishtirib uzoq yo'lga otlandik. Qornimiz ochganida yo'limizda birinchi chiqqan choyxonaga kirib zavtrak qilib oldik. Ovqatlanib bo'lib uydagilar korzinkaga kirishimiz kerak deyishdi. Korzinkadan mayda judalar oldik. Men bu payt toza havodan ozgina nafas olay deb ko'chaga chiqib manzarani tomosha qildim. Havo shunaqa zo'r bo'lyapti. Yomg'ir ham zo'r yog'yapti deb turgan paytim qarasam, уже yetib kelmiz. O'rtoqlar, biza shu joyi topdik. Bo'ldi, chalg'imaymiz. Xullas biz Oqmisonga dam olgani keldik. Biz oldindan kottej qilib qo'ygandik. Kelib, xonalar bilan tanishib chiqib, narsalarimni shkafga joyladim. O'zimni narsalarimni joyladim, lekin menda yana ikkita bolam borligi esimdan chiqib qoldi. Bu sizlarnikini keyin qilarman deb tashqariga shoshib chiqibman. Havo shunaqangi zo'r. Piyoda havo Toshkentga qaraganda muzdayroq ekan. Bolalar ham rosa maza qilib o'ynashdi. Basseynga bordik. Basseynlarni oilaviy band qilib, hech kimga kirgizmasdan cho'milsa bo'lar ekan. Dam olish maskanini pulini ichiga o'zini 3 mahal ovqati ham kiradi. Shaharning shovqinli kunlaridan keyin tog'ni sokin havosi odamga rosa yoqadi. Qisqacha dam olish kunlarimiz shunaqa tarzda o'tdi. Manzara, gullar, miyamiz kislorodga to'yindi. Ketadigan kunimiz hamma yonni yig'ishtirib, yana boshqa hamma yonni aylanib, ovqatlanib, morojnilarni yeb olib, narsalarimizni ham yig'ishtirib, ketishga shay bo'ldik. Zavtrakdan keyin akam bizani olib ketishga keldilar va biz o'zimizga albatta yana kelamiz deb va'da berib, bu joyni tark etdik. Ko'rganingiz uchun rahmat. Shuncha mehnatim uchun like, kommentlarni ayamaysizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar.